bo'shatib qo'ying. Nima qilyapsizlar? Men janob Vanni taniyman. Ichkariga kirishimga yo'l bering. Agar o'zingiz ketmasangiz, keyin bizdan xafa bo'lib o'tirmang. Janob, xush kelibsiz. Siz va jamg'armasi asoschisi bo'la turib, kimdir sizni to'yda bunday mazax qilishga qanday haddi sig'di? Men darhol unga ko'rsatib qo'yaman. Shunga nima deysiz? Kerak emas. Faqat bobomning so'nggi vasiyatini bajarish uchun uylandim. Hech kimni majburlashni keragi yo'q. Qolaversa, kimligim sir saqlanish kerak. Ortiqcha muammo kerak emas. Aytmoqchi, o'shanda Xaychiyonga kirish uchun mablag' tayyorlagandingiz, to'g'rimi? Ishlar qalay ketyapti? Hammasi tayyor. 3 kundan keyin investitsiya anjumani bo'ladi. Bu eng yaxshi nomzodlar ro'yxati. Marhamat, tanishib chiqing u bilan. Mana, janob. Yunxay guruhi daromadi bir yilda 10 barobar oshdi. Qiziqtirib qo'ydi. Meni shu kompaniyaga ishga joylashtirib, borib ko'raman. Xo'p bo'ladi. Yunxay guruhi. Ishongim kelmaydi. Menday mashhur odam mittigina kompaniyaga ishga kirish uchun ham baribir suhbatdan o'tishimga to'g'ri kelyapti. 3 kundan keyin janob Suning o'zlari investitsiya anjumanini o'tkazadilar. Borib tayyorlan. Biz albatta Vani jamg'armasidan sarmoya olishimiz shart. Sen xonim, nega bu investitsiya anjumaniga bunchalik katta ahamiyat beryapsiz? 2 yil oldin janob Su moliya ko'chasida paydo bo'ldi. Yarim yilda Vani jamg'armasini tuzib 100 dan ortiq bankni sotib oldi. Endi u moliya dunyosidagi daho. Men esa ana shunday erkakka turmushga chiqishni orzu qilaman. Bu anjumanda janob Su ham bo'ladilar. Shu bahonada ular bilan tanishib, tuyg'ularimni bildirmoqchiman. Uyingizdagi erkak nima bo'ladi, a? To'ydan qochgan bo'lsangiz ham bobongiz nikohingizni qayd ettirgan-ku, xonim. Hech qachon o'zim ko'rmagan na qobiliyati, na kelib chiqishi bor odamga men qanday qilib turmushga chiqaman? Keyinchalik qo'liga ozroq pul berib undan qutulaman. Bor, menga qahva olib kel.